Oxirgi paytda Instagramda mana shunaqa videolar juda ham ko'p chiqyapti. Tralalero tralala. Bombardiro crocodilo. Tung 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 sahur. Bunaqa videolar hatto o'zbeklar ham o'zlarining versiyasida talqin qilib chiqishyapti. Keyin men qiziqdim, o'zi nima ekan bu, qayerdan keldi, nima ma'noni anglatadi desam, o'rtoqlar, ma'nosi juda ham yomon ekan. Men boshida o'yladim, shu qanaqa yosh bolalar uchun chiqadigan kороткометражный multfilm. No, aslida bu jamiyatni, odamlarni, ayniqsa yosh bolalarni ongini zaharlash uchun qilayotgan narsa ekan. Bir xillarini tarjimasini o'zingizlar shunchaki Google'da qidirib ko'ringlar. Ana tralalayo tralala bir bola degani bor, u yerda yaratganni Allohni yomonlayapti, ustidan kulyapti. Yana bittasi bor, tam Palestinada Gazada bo'layotgan urushlar haqida gapirilyapti-da. Bombardiro crocodilo. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Juda ham yomon narsa, lekin odamlar, ayniqsa o'zbeklar bilmasdan uni narsani PR qilib yotishibdi. O'zbekchasiga o'zlarining versiyasida olib chiqishyapti. Oscielardo paishambardo, pahtanello baranello, tong saharini coccia supurini. Va o'sha narsani yana trendga olib chiqishyapti-da. Keyinchalik o'sha originallari chiqqanda qolganlar ham ko'ryapti o'sha narsani. Juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak bunaqa narsalarni ko'rishdan. PR qilishdan bu narsalarni. O'shaning uchun bu videoni o'rtoqlar maksimalni hammaga tarqatib qo'yinglar, ehtiyot bo'lishimiz kerak.